Endi Qurbon bayramida 3 kun o'rnida 9 kun ta'til qilinadi. Bilasiz, Turkiyada Qurbon bayram eng katta bayram hisoblanadi. O'zi 3 kun Arafa kuni bilan hatto 4 kun nishonlanadigan bayram. Bu yil dushanba kuni 25 va 26 Arafa kuni yarim ish kuni bo'lgani uchun prezident qarori bilan bu 1,5 kun ham ishchilarga hadya sifatida qo'shib berildi va shunday qilib shanba, yakshanbalarni nazarga olsak, naqd 9 kun bayram bo'ladi. Eng muhimi, may oyida ish kunidan ko'proq ta'til kuni bor. Shuning uchun buni diqqat bilan eshiting. Agar siz Turkiyada bo'lsangiz va davlat muassasalari, bank, go'ch idorasi, nalogga bormoqchi bo'lsangiz, albatta kuningizni yaxshilab rejalang, chunki borsangiz sarson bo'lishingiz mumkin. May oyidagi bayramlarni ham hisoblab chiqamiz. 1-may mehnatkashlar kuni. Bu rasmiy ta'til edi. 10-may yakshanba kuniga to'g'ri kelsa ham onalar kuni. Bu ham bayram hisoblanadi. 19-may yoshlar va sport kuni. Qurbon bayramini aytib o'tdik va Qurbon bayrami ichida ham bitta bayram bor, ya'ni qo'shaloq bo'ladi. Bu qanday bayramligini kommentariyada yozib keting. Bu reysni esa ishlashni yoqtirmasdan dam olishni sevadigan do'stingizga jo'natib qo'ying. Qurbon bayramini siz qayerda o'tkazmoqchisiz?